Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hamatga YouTube kanali obunachilari, kanalimizga yangi bo'lgan akalar, ukalar, opa-singillar. Kanalimiz rivoji uchun avvalambor bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlarga navbatdagi yangi darvozalarimizni tanishtiramiz. Biz bu darvozamizni O'zbekiston tumani To'lqinobod qishlog'iga Isanali akamizni xonadonlariga olib kelib ustanovka qildik. Darvozamiz shtampovka darvoza, high-tech fasonli darvozamizning yengilroq, arzonroq varianti. Nerjinkalari bilan ustanovka bo'ldi. Juda ham chiroyli, ideal holatda chiqqan. Taglariga shivellerlar qo'yilgan, ruchkalari ham o'ta betakror holatda chiqqan. Zamoglari hamda ochilib bekilishlari juda me'yorida, normalniy bo'lgan. Xudo xolasa mana ochilishlar. Darvozamizning ko'rinishlari Xudo xolasa Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalardan kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa doim omadiyat xizmatingizda.